Özümüzni qutuldurishda foydalanishga bo'ladigan qandaq yo'llar bor? Avtori Erkin Sidiq. Kirish so'z. Yana bir yilning o'tib ketishi, ya'ni 2022 yilning oxirlashishi bilan Xitoyning keng ko'lamlik Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini boshlaganiga 6 yil to'shdi. Bu 6 yildan keyingi bugungi kunda Uyg'urlar chet elda ilib berayotgan milliy ozodlik da'vosi burunqi har qanday davrlarga qaraganda texmi kengaydi va kuchaydi. Chet eldagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur faoliyatchilar eng yuqori darajada o'zaro uyushib bir nihoyatda kuchlik birlik saf hosil qildi. Uyg'ur tili va Uyg'ur madaniyatini chet elda saqlab qolish jihatdagi ishlar burunqi vaqtlardagidan texmi yaxshi tashkillandi va faoliyatlar sistemalashtirildi, kengaytirildi va kuchaytirildi. Uyg'ur Project fondi qilayotgan ishlar ana shu sohadagi ishlarning muhim bir qismi. Chet elliklarning Uyg'urlar qaratgan hissdoshligi va yordami kengaydi va kuchaydi. Ammo vatandagi zulm, vatandagi Uyg'urlikning yo'qolishi va Uyg'ur vatanining vayron qilinishi ostilimidi yoki ojizlimidi. Aksicha, burunqidaklar hatto burunqidanmi vahshiy holda ilib berilyotidi. Bundaq bo'lishida biz Uyg'urlar sodir qilayotgan xatoliklar bormi yoki bu xil oqibat dunyo tabiiy qonuniyatlarining kontrolida yuz berganmi? Mazkur maqola bu haqda emas. U temaga muvofiq javob tepish ko'plagan ziyolilarning zo'r badallar bilan qattiq tirishishni talab qiladi. Men mazkur maqolada boshqa bir masala ustida to'xtalaman. Xitoy hokimiyati 2009 yili 5 iyulda elib borgan qonliq qirg'inchilikdan keyin menmo boshqa nurg'un qarindoshlarga o'xshash bir qancha oygacha normal yashay olmadim. Ko'zim yoshqa, qalbim cho'nqur azob oqibatga to'lgan holda to'xtamay o'ylandim. Shu vaqtda men bir yahudi do'stimdan hozirgidek bir ahvolda biz Uyg'urlar buningdan keyin qanday qilishimiz kerak deb so'radim. U menga mundaq deb javob berdi. Bak ko'p qayg'urmay mundaq ikki ishni qilib yashag'in. Birinchidan, agar vataningdagi va chet eldagi 10 Uyg'urga yordam qila olsang, shularga yordam qilgin. Ikkinchidan, chet eldagi Uyg'urlarning o'zlari yashayotgan davlatlarning qonun farmonlariga va xalqaroliq qonun qoidalarga xilof ishlarni qilib silishining oldini olgin. Sizlar faqat o'z kuchinglarga tayanib, o'zinglarni qo'g'day olmaysizlar. O'zinglarni saqlab qolish uchun cho'qim chet elning yordamini qo'lga keltirishinglar kerak. Onun uchun ikkinchi ishga kapolatlik qilish cho'qim o'rindimisi bo'lmaydigan oldingi shart. Qo'limdan kelsa boshqalarga yordam qilish. Men boshlang'ich maktabdan tortib odatga aylantirgan bir ish. Men uni 5 iyul qonliq qirg'inchiligidan keyin davomlashtirib keldim. Ta'limimizga yarasha hozirgacha chet eldagi Uyg'urlar ikkinchi nuqtada 2009 yildan keyin biror qitim ig'ir masala sodir qilmadi. Xitoyning Uyg'ur cho'ng qirg'inchiligi boshlanib 6 yil o'tgandan keyinmi dunyoning Uyg'urlarning beshiga kelgan ig'ir adolatsizlikni to'xtatib qololmag'ini, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qololmag'ini, Uyg'urning davomli turda vahshiylarcha vayron qilinayotganligi, yaqinqi kunlarda chet elda yashayotgan xeyli ko'p qarindoshlarning umidsizlanishini, hatto tushkunlashini keltirib chiqarishga boshladi. Teklimakan vadisida necha ming yil yashab kelgan Uyg'urlarning va Uyg'urlikning vayron qilinishiga shohid bo'lib turib yashash. Uyg'urlarning bir millat sifatida yo'qolish girdoviga yaqinlashayotganligini ko'rib turib yashash. Xuddi boshqa ko'plagan qarindoshlarga o'xshash menga nihoyatda ig'ir kelyotidi. Men undaq bir amaliyotni qabul qilishdan ba'zida o'zimni qochiryapman. Biz Uyg'urlar undaq taqdirga munosib emas edik. Biz qandaqlarcha bugünkidek bir kunga qoldik. Hozir har birimizning oldida mundaq ikki yo'l bor. Birinchisi, iqimga agishib, vaqtni o'z ixtiyorligi bilan o'tkazib yashab, umrni oxirlashtirish.
ikkinchi, o'zimizning barliqini atab, eng yuqori darajada tirishchanlik ko'rsatib, o'zimizni qutqizish yo'llari ustida izdinish. Men hozirgacha bo'lgan ömrümni prinsip bilan yashab keldim. Uning qolgan qismini shunday qilaman. Şunlaşqa mening tabiiy tanlashim albatta ikkinchi tanlash bo'ladi. Yaqinda Uyg'ur projekti fondidagilar va Mash'al Uyg'ur gruppidagilar ikkinchi yo'lni tanladi. Kelar yili İstanbulda 20 leksiya 2023 ni o'tkazish ana shunday tanlashning natijasidir. Men yaqinda o'zimning buningdan keyingi izdinish temasi uchun mundaq bir savolni tanladim. O'zimizni qutuldirishda foydalanishga bo'ladigan qandaq yo'llar bor? Men bu savolga javob tepish uchun yaqinda inglizcha dangliq kitoblardan bir qanchani setib oldim hamda ularni o'qishni boshlavatdim. Ularning birisida Amerikadagi bir dangliq oliy maktabda bir umr professor bo'lib ishlagan. 40 yildan ko'proq vaqtni bir diktator hokimiyatni ag'dirib, demokratiyaga erishishda foydalansa bo'ladigan usullar ustida izlanishga sarf qilgan avtor o'z bayqashlarini bayon qilgan. Men mazkur maqolada ana shu kitobda bayon qilingan mazmunlardan o'zim Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatiga uyg'un keladi deb qarab tanlagan bir qancha mazmunni bayon qilaman. Ko'pincha ahvolda mening yozganim mazkur kitobdagi mazmunlarning so'zma-so'z tarjimasi emas. Men kitobdagi asosiy ideyani o'z so'zimga aylantirib bayon qilaman. O'qirmanlarning diqqatini chachmaslik uchun men mazkur kitob va uning avtori haqidagi ma'lumotni maqolaning eng oxirida bayon qilaman. Davomi bor. 2022 yil 12 oyning 23 kuni.